Namangan gullar shahri, hunarmandlar shahri, tadbirkorlar makoni. Siz Namangan haqida yana nimalar bilasiz? Vodiy oshini yeganmisiz? Chust pichog'i qanday tayyorlanishini ko'rganmisiz? Birgina do'ppining o'zidan viloyatda bir nechtasi bor. Shuni bilarmidingiz? Bugun biz sizga Namangan haqida bundan ham ko'prog'ini so'zlab berishga harakat qilamiz. Namangan Axsikentdan boshlangan. Bundan 2300 yil muqaddam mana shu tepalik o'rnida ilk manzilgoh paydo bo'lgan edi. U asrlar davomida rivojlandi va sivilizatsiya markazlaridan biriga aylandi. Bir necha asr muqaddam bu yerda hayot qaynagan. Farg'onaning poytaxti shu yerda edi. Bugun esa u tariximiz in'ikosi sifatida biz uchun qadrli. Axsikent bu yerda Mo'g'ullar davrigacha davom etib, Mo'g'ullar davrida bu yerga Mo'g'ullarning hujumi, vayron qilgani to'g'risida yozilmagan, lekin biz tadqiqotlarimizda bironta ba'zi joylarda o't qo'yilgan, buzilgan narsalarni ko'rdik. Mo'g'ullar davri degani albatta 1219-20 yil emas, undan keyin ham 1-2-3-4 yil ichida ko'p joylar vayron bo'lgan. Lekin shahar shundan keyin 1220 yillardan keyin 22-23 yillarda shahar sal nariyoqqa jiladi. Hozirgi yangi Axsi degan hududga jiladi. Shu nomi Axsikent, lekin u davrda Axsi deyilgan. Keyin u 1620 yilda vayron bo'lgandan keyin Namangan shahri kuchayadi. Ungacha kichkina shaharcha bo'lgan. Shahar kengayib, hozir ham Namangan shahriga borsangiz, Axsi mahallasi, Axsi ko'chasi hamma joyda ko'rasiz. Namangan o'shundan keyin kengayib, kuchayib ketadi. Rayonlarni hisobga olsangiz ham mana Chust bor. Mana bu yerda mana bu Shoxand bor. Bu yerlarda masalan Shoxandda tayyorlagan har xil parvardalar, shirinliklarni ko'rsangiz, men boshqa joyda ko'rmayman. Shular olib borib Namanganda ham sotadi, Qo'qonda ham sotadi. Chustda yasalgan pichoqlarni ko'rsangiz, mana Axsikentda yasalgan pichoqlarni hozirgi ko'rinish. Chunki bu yerda tayyorlangan qurollar butun dunyoga tarqagan. Nomi Damashq qilichlari bo'lgan, lekin Damashqda sotilganligi uchun. Aslida asosan shu yerda tayyorlangan. Chunki bu yerda biz o'rganganimizda 70-80 gektar joy hammasi shu bilan bandda. Buni o'ziga unaqa kerak bo'lmagan. O'sha eng qimmatbaho 98%lik toza po'lat olgan bu yerda. U sir bo'lgan. 19-asrda Rossiyada Anos degan metallurg 19-asrda 40-yillarda faqat bitta qattiq po'lat topgan ilmiy nuqtai nazardan. Bular 1000 yil burun ungacha bu yerga olingan. Shuning uchun shu xalqlarni hozirgi avlodlari bular. Shu Marg'ilondagi, Namangandagi, Qo'qondagi. Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruviga kelgandan so'ng o'zligimizdan darak berguvchi tarixiy obyektlarga e'tibor ham o'zgardi. 10 yillar davomida qarovsiz holatda yotgan Axsikent yodgorligi konservatsiya qilindi. Endi bu yerga kelgan har bir inson asrlar davomida tariximiz qanday kechganini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin. Ammo bu hali yetarli emas. Axsikentda qilinadigan ishlar talaygina. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga qilgan tashrifi doirasida Axsikent masalasiga ham to'xtalib o'tdi. Yaqin oylarda bu yerda yangi arxeologik tadqiqotlar o'tkaziladi. Har bir topilma konservatsiya qilinadi va muzey quriladi. Shuningdek, sayyohlik infratuzilmasi yaxshilanadi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan o'tmishga sayohat festivalini o'tkazish uchun amfiteatr bunyod etiladi. Katta majmuani bitta bu 10 ta obyektdan tashqari muzey bor alohida. Undan tashqari respublika prezidenti topshirig'i bilan festivallar, o'tmishga sayohat degan festivalda o'tkazadigan amfiteatr bor. Mana bu komplekslarni hammasiga o'sha biz loyiha bo'yicha 45 million dollardan oshiqroq pul ketaradi. Endi agar bir 7-8 ni kamaytirsa 35-36 million dollar pul ketadi.